Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib, videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizde bo'ladi. Sol uchun podpisatsiya bo'lishni unutmangizlar. Sadriddin Ahmedov qarshilasi nega jena almaganini aytdi. Birinchi o'rta salmoqdagi qozog'istonlik bokschi Sadriddin Ahmedov Meksikalik Elias Espadez bilan ten o'tgan jekpejek qattiq fikr bildirdi deb xabarlaydi. Ahmedovning aytuvicha, u ayqasdan o'rtasida tamon qo'lini jarohatlab olibdi. Bu ayr jekpejek bo'ldi. 5 ne 6 raundda men qo'limni sindirib oldim. Ne bo'lganini naqdi bilmayman, biroq boks degan bo'lsa, Espadez o'ta miqti qarshilas. Ikkimiz qayta kezdeshuv kerakmiz deb o'ylayman. O'sha jekpejek uchun kechirim so'rag'im keladi, deydi Ahmedov. Sadriddin qazlarning sheshimin qatisida o'yinni aytdi. Qazlar bor, sheshimda solar chiqaradi. Biroq meningcha, jarohatima qaramasdan men yaxshi jekpejek ko'rsatdim. AQShda Ahmedovda ataqda Gennadiy Golovkin men jiya solishtiradi. O'ytkani Sadriddin hozir Gennadiy Golovkinning burungi komandasimen жұмыс istaydi. Babkeri Abel Sanchez, al promoteri Tom Leffler. Sizlarмен boks жаңалықтары bo'ldi do'stlar. Arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Yaqin arada Janibek Alimxonulida jekpejekga qarashtirilib o'tir do'stlar. Ol kimmen? Hamza Shiraz, David Benavides kimmen jekpejekka chiqadi? Ol naqdi emas, biroq yaqinda sheshim chiqadi do'stlar. Sizlar uchun harakat etamiz.